Do'stim, tabriklaymiz. Grant asosida o'qishga kiribsan. Rahmat do'stim. Bugungi o'tirish san hisobingdan bo'lar ekanda. Shuni bugun emas, keyingi safar qila qolay. Menga qaragin, keyingi safar seni top bo'lmaydi, bekorga chaqirmadik seni. Do'stim, bunaqa kun har kuni bo'laverma yana. Bugun yersang yeribsan-da. Menga qaralaring, erish qochib ketmaydi. Shuni keyinroq qilaylik. Menga qara, mujik bor. Men o'qish kirganimda chotka qilib ergandim. To'g'ri. Haqdan qochmagin o'rtoq. Ustingdagini qara, ancha qimmatga o'xshayapti-yu. Soatingni qaragin. Haqdan qochmagin lekin unaqa qilmagin. Ana turchi bir ustingdagini kiyib ko'ray, cho'ta menga yoqdi lekin. Assalomu alaykum aka. Bolalar bilan o'tirgandik. Shot ozgina ko'proq bo'lib ketibdi. Shunga hozir pulim yetmayapti. Pravamni tashlab ketib 2 soatdan keyin pulimni berib olib ketsam bo'ladimi? Aniq aka. Yo'q, 100% aka. Aka, mana pulingiz bor ekan. Pulim bor ekan aka. Yo'q bo'lib ketmanaring-ku. Keyingi safar o'tirish mendan. Rahmat do'stim. Qo'limga pul tushishi bilan sразу qaytaraman. Yur, uyga tashlab qo'yaman. Hop, men yoqdimi rostdan ham? Yarashmagan. Senga ham yarashmagan lekin.